Bu inson 600 ming hadisni tekshirib, ularning ichidan faqat eng ishonchlilarini tanlab kitob yozadi. Bu insonning xotirasi shunchalik kuchli bo'ladiki, olimlar uni sinash uchun 100 ta hadisni ataylab chalkashtirib berishadi. U esa hammasini to'g'rilab beradi. Bu oddiy odam emas, bu Imom Buxoriy. Ammo ko'pchilik uning faqat mashhur kitobini biladi, lekin uning hayoti qanday sinovlar, safarlar va sabr bilan o'tganini kam odam biladi. Bugun siz bilan Ahmad Muhammad Tursunning Sohilsiz dengiz kitobi orqali Imom Buxoriyning hayotiga sayohat qilamiz. Bu oddiy biografiya emas, bu ilm, sabr va taqvo bilan yozilgan buyuk hayot hikoyasi. Hijriy 194-yil, milodiy 810-yil. Movarannahrning ilm va savdo markazlaridan biri bo'lgan Buxoro shahrida bir bola dunyoga keladi. Uning ismi Muhammad ibn Ismoil bo'ladi. Keyinchalik u butun islom olamiga mashhur bo'lgan Imom Buxoriy nomi bilan taniladi. Otasi Ismoil ibn Ibrohim halol savdo bilan kun kechirgan, ilm ahliga hurmat bilan qaraydigan taqvodor inson edi. Rivoyat qilinishicha, u haromdan nihoyatda ehtiyot bo'lgan va molim ichida shubhali narsa yo'q deb aytgan. Afsuski, Muhammad hali yosh bo'lganida otasi vafot etadi. Shundan keyin uning tarbiyasi onasining zimmasiga tushadi. Onasi farzandini ilmli va solih inson qilib tarbiyalashni niyat qiladi. Bu niyat keyinchalik butun ummat uchun katta ne'matga aylanadi. Muhammadning bolalik yillari oddiy kechmaydi. U kichkinaligida ko'r bo'lib qoladi. Bu onasi uchun juda og'ir sinov edi. Onasi har kecha Allohga duo qilib, farzandining ko'zi ochilishini so'raydi. Bir kecha u tushida Ibrohim alayhissalomni ko'radi. Tushida unga Alloh duolaringni qabul qildi degan xabar beriladi. Ertalab uyg'onganida esa bolaning ko'zi yana ko'ra boshlaganida payqaydi. Bu voqea onaning sabri va duosi natijasi sifatida eslanadi. Bu voqeadan keyin Muhammad ilmga yanada qiziqa boshlaydi. Muhammad 10 yoshga yetganda hadis ilmini o'rganishga kirishadi. Buxorodagi muhaddislarning darslariga qatnashib, hadislarni diqqat bilan eshitadi. Ko'p o'tmay u hadislarning sanadlarini ham yoddan ayta boshlaydi. Ustozlari uning kuchli xotirasini ko'rib hayratga tushadilar. Ba'zan ustozlar hadisni noto'g'ri aytib qo'yib yuborsalar ham Muhammad uni to'g'rilab qo'yar edi. Ustozi Muhammad ibn Salom Boykandiy aytadi: "Qachon shu bola oldimga kiradigan bo'lsa, hayajonga tushib qolaman. Men uchun hadis aytish mashaqqatli ishga aylanib qoladi. To oldimdan chiqib ketganicha xavfsirab turaman. O'zi hali bola-yu, ammo haybati bosaveradi. Uning oldida boshqa olimlar ham ilmiy bahs qilishga yuraklari betlamaydi. Chunki ayblari ochilib qolib, hijolatda qolishdan cho'chishadi." 16 yoshga yetganda u onasi va akasi bilan haj safariga chiqadi. Shu safardan keyin uning ilm yo'lidagi katta safarlari boshlanadi. Imom Buxoriy hadis ilmini o'rganish uchun ko'plab mashhur ulamolar huzurida bo'ladi. Uning ustozlari orasida Ahmad ibn Hanbal, Ali ibn Madini, Yahyo ibn Man, Ishoq ibn Rohavayh kabi buyuk muhaddislar bor edi. Bu ustozlar yosh shogirdining ilmga chanqoqligini ko'rib, uning kelajagi buyuk bo'lishini aytishgan. Ayniqsa Ali ibn Madini bu yigit hadis ilmida ulug' darajaga yetadi degan. Ilm yo'li oson emas edi. Muhammad hadis yig'ish uchun uzoq safarlarga chiqadi. U Hijoz, Shom, Misr, Iroq, Basra, Kufa, Bag'dod kabi shaharlarga boradi. Har bir shaharda u muhaddislar majlisiga qatnashib hadislarni yozib boradi. Bu safarlar yillar davom etadi. Natijada u 100 minglab hadislarni to'playdi. Haj safaridan keyin Muhammad Makka shahrida qoladi. Bu yerda u hadis ilmini chuqur o'rganadi. Makka va Madina u uchun katta ilm maktabiga aylanadi. U shu yerda o'z ilmiy izlanishlarini davom ettirib, hadislarni to'plashni davom ettiradi. Imom Buxoriy o'zining kuchli xotirasi bilan mashhur edi. U 100 minglab hadislarni sanadlari bilan yoddan bilgan. Ammo u faqat xotirasi bilan emas, balki kamtarligi, halolligi va ibodatga sadoqati bilan ham tanilgan. Uning hayoti ilm va ibodat bilan uyg'unlashgan edi. Imom Buxoriyning zehni nihoyatda kuchli edi. Bir safar Bag'dodda olimlar uni sinab ko'rishga qaror qiladilar. Ular hadislarning sanadlarini chalkashtirib aytishadi. Imom Buxoriy esa ularni birma-bir to'g'rilab chiqadi. Bu voqea uning xotirasi haqida mashhur bo'lib ketadi. Imom Buxoriy ilmni taqvo bilan birga olib borgan. U hadislarni yozishda juda ehtiyotkor bo'lgan. Rivoyat qilinishicha, u har bir hadisni kitobiga yozishdan oldin g'usl qilib 2 rakat namoz o'qigan.
Imom Buxoriyning eng mashhur asari Al-Jomi as-Sahih. U 600 ming hadis ichidan eng ishonchli hadislarni tanlab olgan. Kitobga taxminan 7000 hadis kiritilgan. Bu asar Qur'oni Karimdan keyin eng ishonchli manbalardan biri deb e'tirof etilgan. Imom Buxoriy ilm safarlari davomida Basra shahrida ham yashaydi. Basra hadis ilmining muhim markazlaridan biri edi. U yerda ko'plab muhaddislar bilan uchrashib hadislarni tekshiradi. Ko'plab olimlar Imom Buxoriyni ilmiy bahslarida sinab ko'rishgan. U hadislarning sanadlarini mukammal aytib berib, ularni hayratga solgan. Imom Buxoriy nafaqat muhaddis, balki faqih ham edi. U hadislarni sharhlab, ularning fiqhiy ma'nolarini tushuntirib bergan. Imom Buxoriy umrining katta qismini safarda o'tkazgan. U o'nlab shaharlarni kezib, hadis ilmini yiqqan va yoygan. Imom Buxoriy Naysobur shahriga kelganida uni katta hurmat bilan kutib olishadi. Talabalar uning majlislariga oqib kelishadi. Ammo uning mashhurligi ba'zi kishilarda hasad uyg'otadi. Natijada unga qarshi turli gaplar tarqatiladi. Imom Buxoriyning hayoti ilm, safar va sabr bilan o'tdi. Ammo umrining oxirgi yillari ham sinovlardan xoli bo'lmadi. U Buxoroga qaytganida uning ilmiy mavqei juda baland edi. Ko'plab talabalar uning majlislariga qatnashar, hadis ilmini undan o'rganar edi. Ammo ba'zi kishilar orasida hasad va tushunmovchiliklar ham paydo bo'ladi. Rivoyat qilinishicha, Buxoro hokimi Imom Buxoriydan o'z farzandlariga alohida dars berishni so'raydi. Imom esa ilm hamma uchun teng bo'lishi kerakligini aytib, faqat bir necha kishiga maxsus dars berishni to'g'ri deb bilmaydi. Shu sababli ular orasida kelishmovchilik yuzaga keladi. Natijada Imom Buxoriy Buxoroni tark etishga majbur bo'ladi. Shundan so'ng u Samarqand yaqinidagi Xartang qishlog'iga boradi. Bu yerda qarindoshlari yashar edi. Imom Buxoriy umrining oxirgi kunlarini shu yerda o'tkazadi. Hijriy 256-yil, milodiy 870-yilda Ramazon hayiti arafasida buyuk muhaddis bu dunyo bilan xayrlashadi. Uning vafoti butun islom olami uchun katta yo'qotish bo'ladi. Shunday bo'lsa-da, u qoldirgan ilmiy meros, ayniqsa Al-Jomi as-Sahih asrlar davomida musulmonlar uchun eng ishonchli manbalardan biri bo'lib kelmoqda. Imom Buxoriy Xartang qishlog'ida dafn etilgan. Bu joy keyinchalik musulmonlar uchun muqaddas ziyorat maskaniga aylangan. Yillar o'tib bu yerda Imom Buxoriy nomi bilan atalgan ulkan ziyorat majmuasi barpo etildi. So'nggi yillarda bu majmua yanada kengaytirilib, zamonaviy uslubda yangidan barpo etilayotgan katta ilmiy, ma'naviy markaz shaklini oldi. Majmua hududida katta masjid, ilmiy markaz, kutubxonalar, tadqiqot markazlari va ziyoratchilar uchun zamonaviy infratuzilma barpo etilgan. Bu maskan Imom Buxoriyning ilmiy merosini yanada chuqur o'rganish va kelajak avlodlarga yetkazish uchun muhim markazga aylanishi kutilmoqda. Xartang qishlog'idagi bu majmua nafaqat bir olimning qabri, balki butun musulmon olami uchun ilm, taqvo va sabr timsoliga aylangan maskandir. Imom Buxoriyning hayoti bizga juda muhim bir haqiqatni eslatadi. Buyuklik birdan paydo bo'lmaydi. U yillar davomida sabr, ilmga muhabbat va taqvo bilan shakllanadi. Bir bola Buxoroda tug'ildi. Otasi erta vafot etdi. Bolaligida ko'zi ojiz bo'lib qoldi. Ammo u taslim bo'lmadi. U ilm izlab o'nlab shaharlarni kezdi. 100 minglab hadislarni tekshirdi va natijada butun ummat uchun eng ishonchli kitoblardan birini qoldirdi. Shuning uchun ham Imom Buxoriy nomi bugun ham butun dunyoda hurmat bilan tilga olinadi. Agar siz bu buyuk insonning hayoti haqida yanada chuqurroq bilmoqchi bo'lsangiz, Ahmad Muhammad Tursunning Sohilsiz dengiz kitobini albatta o'qishni tavsiya qilamiz. Bu kitobni Hilol nashr do'konlarida topishingiz mumkin. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shunda siz har hafta chiqadigan yangi kitob mazmunlarini o'tkazib yubormaysiz. Va yana bir savol, keyingi videoda qaysi kitoblar haqida gaplashaylik? Izohlarda yozib qoldiring.